Merhabalar. Bugün Agrobank boshqaruvi tomonidan yo'lga qo'yilgan tadbirkorlar uchrashuvi ekan. O'sha bo'yicha hozir biz ijtimoiy yo'nalishdagi kreditlarimiz bo'yicha tushunchalar berib o'tamiz. Sizlarda qanaqa takliflar bo'ladigan bo'lsa, ular bo'yicha gaplashamiz. Hozir bizda ijtimoiy yo'nalishda 4 ta kredit turimiz mavjud. 5 million so'mgacha bo'lgan kreditimiz bor. Biznesga birinchi qadam sug'urta polisi asosida beriladi. Muddati 1 yil. İmtiyozli davri yo'q. Hop, keyingisi faqat 7-sonli qarorga asosan beriladigan biznesga ko'mak krediti. U 17 million so'mgacha bo'ladi. Foizi erkaklar uchun 25%, ayollarga 23% da 6 oy imtiyozli davri bilan qaytmaslik xatari uchun sug'urta yoki uchinchi shaxs kafilligi asosida beriladi. Uchinchi kredit turimiz mahalla loyihasi degan kreditimiz mavjud. 50 million so'mgacha beriladi. 5 yil muddatga 2 yil imtiyozli davri bilan uchinchi shaxs kafilligi asosida beriladi. Keyin yuridik shaxslar uchun ajratiladigan kreditimiz bor. Faqat 312-sonli qaror asosida beramiz. Muddati 7 yilgacha 3 yilgacha imtiyozli davri bilan 100 million so'mgacha sug'urta polisi asosida 100 milliondan oshgan qismi uchun 300 million so'mgacha garov asosida chiqarib beramiz. Bu kreditimiz tuman toifasi 5-toifada qisqa hudud bo'lganligi uchun bizda 19% erkaklar uchun, agar firma rahbari ayol kishi bo'lsa yoki ta'sischilar ichida ayol kishi bo'lsa 17% gacha beramiz. Bizda hozircha mana shu kredit turlari mavjud. Agar qanaqa bir ehtiyojlar bo'lsa kreditlarga, qanaqa takliflaringiz bo'lsa aytasizlar. Firmani ayol kishi bo'lsa 17%. 17% beramiz. Firma rahbari yoki ta'sischi 50% ulushda ta'sischi ayol kishi bo'lsa 17%.